Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i institutimizga tashrif buyurdilar va talabalarimiz bilan ochiq muloqot tarzida davra suhbati tashkil etildi. Shaxsan o'zim iqtisodiy yo'nalishda o'qiyotganim uchun, ya'ni tadbirkorlik yo'nalishida va ularga tushirilayotgan soliqlar bo'yicha savol berdim va unga kerakli javobni rahbardan oldim. Tengdoshlarim o'zlari qiziqtirgan, ya'ni iqtisodiyot, buxgalteriya, soliq va shu kabi turli xil savollarga kerakli javoblarni olishdi. Hozirgi kunda yoshlar maqsadga erishish uchun ko'proq kitob o'qishlari, ko'proq bilim olishlari va kompyuter savodxonligini oshirishlari, o'z ustida ko'proq muntazam ishlashlarini ta'kidlab o'tdilar. Oshig'ini aytganda, bu batafsil rasmiy emas, ochiq muloqot tarzida o'tkazilganligi menga juda ham yoqdi. Shu kabi katta tashkilot yoki shu kabi rahbar hokimlarni biz bilan tashrif buyurib uchrashgani biz uchun juda katta motivatsiya bo'ladi.